Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kimga skuter bo'yicha ehtiyot qismlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Sekin, shart emas emas, shu ko'rib turgan murabiyaga hozir akkumulyator qo'ydik, 6 ta. O'zingizga yoqdimi aka? Zo'r aka. Bunaqa narxda Xitoyda ham yo'q ekan. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Arqbuloq bozori C19. Agar viloyatdan bo'lsalaringiz, Yangiyo'l tomondan Toshkent shaharga kiraverishda, mana shu birinchi raddan kirib kelasizlar. 5-do'kon C19. Usta xizmatimiz ham bor, hamma zapchastlarimiz ham bor. Ko'pchilik kuzatuvchilar biladi zapchast borligini, lekin usta xizmatni ko'pchilik bilmasdi. Usta xizmatimiz ham bor. Shu yerda tashkillashtirganmiz. Ustamiz hozir dastavkada. Aka, biron nima deyavering? Aka, kelaveringlar, mana bu yerga Arbuloqqa men Instagramda ko'rganda ishonmadim, bunaqa narxga bo'lmasa kerak degandim, lekin xizmatlari ham zo'r, hamma akkumulyatorlari ham sifatli ekan. Nima deymiz endi? Kelib, olib, bossin deymiz, nima deymiz boshqa aka? Sog' bo'ling aka, rozi bo'ling. Yomon bo'ling. Salomat bo'linglar.